Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz tarixqa qaraydigan bo'lsak, tarixda Xitoy yalnız bu qatimki ish emas endi. Xitoy bu qatim buni nima uchun qilyapti? Endi buni davomliq deb kelyapmiz. Ay ne varsa bu Xitoy menfaatni asos qiladi, foydalanadi. Asosi bu tuproqni, bu Sharqiy Turkiston tuprog'ini 1.828.000 kilometr tuproqni yutib olishadi. Bu tuproqni yutib olish uchun xalqning, Sharqiy Turkiston xalqining engadini yutib olish. Tuproqni bosib bo'ldi. Asliga bizni qo'riq gap qilib turayotgan qo'riq gap qilyotdi degan gap qilayotgan go'lning endi vasnoncha qin tekshirsak dadisim anisim sog'lom chiqmajmi ma'qul. Bugun hech ish yo'q. Mush аңда Sharqiy Turkiston tuprog'i mening degan mush аңni, mush fikrni qabul qildiganlar mush o. Mush аңni chiqarib yutimiz ham deydi. Bundan shuni ko'rib oldimizki, mush аңmush kishilarning iddisi tutulib qoladigan, saqlanib qoladigan Xitoy Sharqiy Turkistondan iborat ma tuproqni yutib ketolmaydi. Mushning hammasi mush ishni qilish uchun. Tuproqni Xitoy tuproqi qilib olish uchun qilayotgan ish. Shuning uchun bo'lsa, Junxa millati engi turg'ishimiz, Junxa millati o'rtaqcha gavdasini yasab chiqamiz dedi. Endi bu nima degan bo'ladi o'zi? Alloh taolaning fitratullohga qilgan jang degan bo'ladi. Alloh taolo biz bir ona bir dadadan xilma-xil insonlarni yaratdik. Qabila qilyaptik buni. Bu fitratulloh xilab bu ish uni qilolmaydi. Qilgandek ko'rinadi. Bugün ko'rinyapti bir insonni bir moddiy dunyo bo'lganlik uchun bu. Bir fiziki dunyo bo'lganlik uchun albatta ucha ta'siri, etkisi bo'ladi. Bo'ladi. Ammo bunacha muvaffaqiyat qozonmaydi Xitoy. Tuproqni yutib kelish uchun millatni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Turkiy millatni, musulmon millatni avval kafir qilib olib, eningdan keyin kafir bo'lgan ekan, bizga o'xshay kafir bo'lsa, tegi verdikan, yaverdikan, ishi verdikan deb anda mo'shnondancha bal to'g'ib, ya'ni Xitoy millati yasab chiqamiz demoqchi bu odam. Junxa millati yasab chiqamiz, o'rtaq gavdasi deyotgan narsa bu Turkiy millatlardan boshlab barliq musulmon xalqlardan tortib hammani birlashtirib bir Xitoy millati qilib yasab chiqamiz, qurib chiqamiz dedi. 60-yillari Sovetlar ittifoqi bo'lam shu atizm, kommunizm rezervasini o'tirib qo'yib, uni hokimiyat chiqargancha bir davr ya o. Onun uchun bu insonlik masalasini inson biz buni jiq to'xtaldik onda. Bu yerdagi şeyler, canlılık ve cansız şeylerinin məxluqlarının işidiki ana məsələ insanın kelib çıxış doğrusuca yer şarı batı edib turalımız deydi. O mu burun mu batı edib çün, qonqazını batı edib turalımız deydi hem de. Yani bu da qıpqanıb. İnsan doğrusudaki məsələyə cevap veremeyim bula. Anda insanını qanda qıldı degan çağınızda. İnsan tədrici tərəqqiyatının məhsulu bir qurutdan ondan keyin yer chiqib ömləydigan məxluq oldu. Ondan keyin maymun oldu. Maymundan keyin nima oldu? İnsan oldu. Deb xalqni mo'sh səbsətələ aldab kelgan. Kelib bu narsaning bugun kungacha hech qanday ilmiy asosi yo'q aning. Bu turpa tibbiy jihatdan ilmiy jihatdan fan texnik jihatdan isbotlangan narsa emas bu. Hem ispatlanmaydı. Bunu Sovetlar ittifaqida tadqiq va tahlil qilib andana bu narsa. Xitoy Rossiya uchun Rus millati yasab chiqamiz deylik. Mush Xitoyga o'xshash. Endi u Rus millati yasab chiqish jarayonicha bu davlat 15 davlat bo'lib chiqadi.
Endi bir bilan so'qishib, biz-sen yiz qanmaydigan mamlakat ekan. Endi o Qozoq, Qirg'izning boshqa qanaqa. Endi Ukraina asosan rus millati o. Aqida e'tiqodisi o'xshash. Anım için besib olamiz ham dedi. Deb bo'layotgan jidan mava. O bir Rus yasab chiqish u yoq tutilsin. Bugun Rossiya o'zini saqlab qola olamdi, qolamamdi degan bir savol tug'ildi endi. Xitoy endi bugun aytar hammani qo'yib o'z ko'p bo'lgan ekan. O'z sochqan, ishmushak, paqan, qo'rq qo'ng'ozdan tatib, mehnat narsadan hammani yegandan keyin buni talqiqdek bir hukm yo'q. Ay tongiz bilan qo'yning ustini aralashtirib ishirib yetigidik xalqqa. Ay bir Rus yasab chiqamiz endi deb. Ha, bir mezgil bo'ldimi? Bo'ldi. Endi bugun nim bo'ldi bu? Yo'q, oqmadi. Biz Turkmanistonda 4 dona jami bor ekan. Hozir hammaga masjid jami selinib ketdi. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda ham yadi shu. Ha, ma'lum muddat bo'lishi mumkin. Ammo ucho mutlaq emas u. Biz endi mushadin kelarek, bak xalq bo'lgancha tugitadigan bo'ldi. Bu millat yo'q. Bu millatning bir qasib shu hisob qag'ini hisob emas u. Bunda shuni bilmayman. Xitoy osh maqsadda bugun qilyotdi. Xitoy buni qachonqish qilsa, bugun Xi Jinpingdan iborat xunpar. Suv cho'chqisi. Bunun Xi Jinping bilan suv cho'chqisini ikkisini salishsang chiroyi o'xshash adam. Bu suv cho'chqisi go'y. Moshina bir adam yezpirli Xitoydan bilsa. Yezpirgandiki men yo'l qo'yib bu ras Junxo millat yasab chiqamanmi-ki deydi. Va Alloh bunga yo'l qo'ymaydi. Unda ish yo'q. Albatta ta'siri chu bulavtidi. Haqiqatan men turib umidsizlik qildim. Ya'ni Qur'onga Alloh taolaning chu va'dasiga qaraydigan bo'lsak, anda yo'q. Deb niyat el qilib olamiz. Şoň biz ma masjidde ötken, bu Qur'an'ı nemi dep okuýsamyz? Munda ümitsizlik geçe. Ümitsizlik kaplagan. Ümitsizlik sinin çöp üstünden hükümran boğa ahval astyda, munda ahval astyda Qur'an'a, Allah'ın kitabı ve peygamberiga qarap, ha yo'q, bunda bolmaydy eken dep kelse Qur'an'a şengen bolajyma wa. Biz Qur'an'a şengen yalgan bulnan. O okuşuyla el olduğun narsa emas hemdi wa. O ameliyat bilen bulduğun narsamdı o. O ameliyatı bir narsa duş geldin. Bu duş gelgen çağınızda Kur'an'ı qaramay yandı. Bugünkü közen körevatkan narsa işengen bolsan, uçak senin Kur'an'ı işenişin, Allah ve Allah'ın peygamber kitabı ahiret işenişinden ibaret. Bu işencidi çoğu hele obdan noksanba degen bol adamda. Şoň biz bir yerden yola çıkıp biz qanday qilamiz? Bu milletning mevcudiyetini saqlab qolish yo'lida bir kishining eng adamı Sharqiy Turkiston bizning tuprog'imiz. Biz Turkiston xalqi, biz Müslüman Allah ve Allah'ın Resulü'ne ahiret işindiğen 6 iman ve 5 İslam'daki xalq biz. Ben Müslüman, ben Xitay bolsa tacavuzchi, işgalchi, bulangchi, qaraqchi, uğri, numussuz, şerefsiz, vicdansız. Bu mening jutumni besib oldi. Besvelip bugün hükümarallık kuşuğa, her bir iqtisadi, siyasi kuşuğa taynıp, mening çoğu kişilik, bir milli kimlikimge tecavüz kılmakta. Mening kimlikim, Türkistan kimliki. Men Uygur, men Kazak, men Özbek, men Tatar, men Türkmen, men çoğu Kırgız, Kazak, men Tacik. Xitay'dan bu ilişki boysunmayma deydiğen anını çoğu. Bulanın bir soğusum çoğu sındırıp saklaşımız lazım bu ne? Bize elip beravatkan görüşümüz muşnundan ibaret. Xitay muşnun kuturanma ortada. Xitay, biz şunu demek için aklını gel. Xi Jinping'den ibaret hunper. Su kalısı koy. Su çoşkısı. Sen bu 40 milyon xalqni yo'qtitib Türkistan'ı menen qilib olaman demoqchimisan? Bunun yol koyulmaydı, bunun yol koymaydı, Allah yol koymaydı, bizim yol koymayız. Biz barlıq tirişçilikimizi köktümüz. Bu Allah Teala koygan çoğun, kanuniyet, kaidelik, xilap uygun kelmeydi. Bunu aşında millet kılıp yaratılgan nesi var? Hem de Sovyetler İttifakı aşında tirişip, bugün şu yolda parçalanıp çoğun, bugün özden çoğun, Rusluk kimlik meselesi sual yolup kaldı. Hem de Rusya tunç kadimi 60. yıllarına tongüzüden koyunu çoğu bir məxluq kılıp yasap çıkmaz deyip işkin nesirlendirip diken.
Yetmeylik hech nimaga erishmaylik. Tadqiqot orqali to'ngiz bilan qo'yni bir maxluq qilib yasab chiqarmoqlik. Bu shuningga o'xshash. Buningdan keyin bu Sharqiy Turkistonlikni Xitoy millati qilib yasab chiqib bo'lmaydi, buning yo'l qo'ymaydi Alloh taolo. Bu chiqayotgan tashviqotning hinnivasi bugun bu xalqaro jamiyatni oldisan bo'ldi deydi. Qachongacha aldaysa buni? Bunda ko'ngil qo'shing'i sochqan yegan Xitoy deyishimizning sababi shu. Bugun mush oldiga kelganlar o'ylanib, bunda ish bo'lmaydi. Biz şuna bugün bu milletinin eğer muşni Xitoy sen davayında rastçıl olgan bolsa bizning muş fikirlerimizni do'yongda qo'yib bermsan. Anlasan? Sening saxta yolg'on bo'lganliging uchun qanday qilib atsa degan chaqimizni bizning ma so'zimizdan qo'rqib do'yongda qo'yolmaysanmi sen? Xalqni dutta chaqan, ustoynigan, mush rasmni ko'ktib qo'yib aldam. Qachongacha aldaysan ha? O'zinglam aldinisi. Sen Sharqiy Turkistonlikning bizning qo'limiz orqali dunyo va oxiratda rezil, rasva, dunyoda eng achinishli, eng butkul insonlarni la'nat qiladigan bir maxluqqa aylanib ketsan. Sen bu Uyg'urlik degan gap qildigan odam yo'q ekan. Türkiye ayna, Türkiston diyardagi davlatlar ayna, musulmonlar ayna. Dep qolma, bu zaman ve jeopolitik deydi, bu zaman makan xatarlik, o'tkinchilik bir vaziyat bu. Bu mutlaq vaziyat emas bu. Davomli bo'lgan, davomlashadigan narsa emas. Bu dunyoning tabiati bu. Bu tabiati bunda yaşadı. Mücadelenin tabiati bu şu. Ma din, ma insan mücadele için yaratıldı bir yerde. İbadet deyen gap, mücadele deyen gap bu. Bugün sizlerge ibadet kılırgan mahluk kılıp yarattı diye ayet. O mücadele kılış için deyin gibi. Şimdi muyda ahval aslında. Muşunda iş kılıç gelgen çağının özüde biz Allah'ın kitabı Muhammedur Resulullah düşken bu Risalet bu Kur'an'ı körsülgen çakırıqa asasen yok Allah bunu yol konmaydıken dep şengen bolsa onun Kur'an'ı şengen bulursanız. Anda Müslüman bulursanız. Bulmasa müşakkemmigen bolsanız barlık amellerinizden henne vasıtıca kızıl çekit, qari çekit bulap ketken gap degan gap. Şoň biz miyadin kelip bugün ma milletni tik tutadigan bir iddia imandan ibaret. Allah'ın kitabı ve ahiretten ibaret. Bir kanuniyet, korkuncu'nun bir zamanның bir makanның barlığını esirtiş arkalık bu mesele anda olmaydı ki. Xitoy bir adamda muşunçola xilma-xil neçe ming millet var da biz 80 yılda 2300-2,5 ming yakın millet var dünyada. Anladın mı? 2000'den oşuk millet var. 100, 230, 240 tek devlet var. Birleşken Devletler Teşkilatı'na azap 195 devlet var. Muş devletinin içinde 8 milyardan oşuk insan var. Bu insanın içinde 2000'den oşuk millet bu. Akağıda internet yasan çıkdı. Muş bir adam da bunda kılıvet ki Allah Teala. Bugün o Xitay, bu dünya yarışanın hamısı Xitay'dan ibaret bir nicis. Bu Xi Jinping'den ibaret su çocuğuna kalamdı bu dünya. Bunda iş yok. Anguçi ma milletini bizi iman ve İslam arkalık, tirik ve canlık tutup durluk. Desek maslaşıdığın mollu yok mu ya da? Biz kapılıkını miyad çıkıvatımız. Xitay'nın evet elvatkan cinayetidir demez. Miyadı ma davaga ma mücadele katlaşıdığın çoğu. Üzgü marıkçak çaplava kaldın. Hiç kandık ma meydanda yok. Bulavatkan bizde azaplavatkan lazım hava. Xitay hem de bugün aş ruhni yok dedimiz. Dep andın çoğu. Bizden ertesi yazıp çıkıvatkan. Akımgan eskiler kanmadı. Vay kandak kılısı bunu hey. Bir adam çıkıp vay bunu kaçan kuş kılımaz. Bu iş aka mı? Kaçan kuş aka bu? Deydiğin gep yok ha? Şuna biz kardeşlerimizle deyimiz ki Xitay tüfrağın üstü koydu şu muşundan işini kılıvatırdı. Xitay yasap çıkmakçı. Bunun şu barlık tedbir amallah bilen şu Şarkı Türkistan halkının mevcutluğunu saklap kalış için köreş kalışımız. Bu mevcudiyetten içinde çokum Xitay'ın tüfrak
Buningcha Xitoyning emas, Sharqiy Turkistonlik oid tuproq bo'lganligi uchun Xitoy bunday qilayotganligini tonish orqali o'zining ma'naviy jihatdan boshqa bir millat ekanligini, Xitoy boshqa bir maxluq ekanligini tonib o'zining kimligini saqlash yo'lida tirishchilik ko'rsatishga da'vat qilsa qo'ldim.